Qani bir YouTube'ga ham kiraylikchi, o'zi video qo'ymaganimga ham qancha bo'pti, o'sha 1-2 kun bo'lgandir-da. O'zi ham bor-u. Ana yo-mayo, onasining uyusi bir oy yoki bo'lishi mumkin emas, bor-u. Ha do'stlar, men bir oydan keyin yana YouTube'ga qaytdim. Buning katta sabablari bor va men sizlardan buning uchun uzr so'rayman. Bugun men sizlarga top 3 ta emas, top 5 ta unutilgan YouTuberlar haqida gapirib beraman. Undan oldin siz videoga like va obunani bosing. Biz qani unda videoni boshladik. Topligimizning 5-o'rnida Sancho Craft YouTube kanali bo'ladi va bu YouTube kanal ochilganiga 2023-yil ochilgan 9-avgust kuni va 525 ming ko'rishlar soniga ega bo'lgan va ularning mashhur videolari esa Minecraft, lekin haddan tashqari kuchaytirilgan narsalar degan bo'lgan va eng eskilari esa millionerni gigant seyfini Max bilan umardik degan videosi bo'lgan. Xo'sh, va hozir kanal sotilib ketilgan. Moliyaviy tarafdan qo'llab-quvvatlash kam bo'lganligi uchun. Qani biz unda keyingi YouTuberga o'tamiz. Ligimizning 4-o'rnida Riyadrug akamiz o'rin oldilar, ya'ni Riyadrug akamiz 2017-yil 10-dekabr kuni YouTube kanal ochilgan va 25 million ko'rishlar soniga ega bo'lgan. Ya'ni shu vaqtgacha va ularning eng oxirgi videolari qo'rqinchli maxluqlar bilan survival degan va 10 oy oldin chiqqan va mashhurlari esa kulgili video 1.600.000 prosmotrga ega bo'lgan va eng eskilari esa PUBG Mobile Lite o'ynaganlar va u 2.9 ming kishiga ega bo'lgan, ya'ni shu ko'rishlar soniga ega bo'lgan. Va Riyadrug akamiz ham shu Reker akamizga o'xshab joy tashvish deganda, oilaviy muammolar, ro'zg'or, o'qish deganda shuning uchun video qo'ya olmayaptilar. Shuni ham inobatga olasizlar. Topligimizning 3-o'rnida Red Dead akamiz o'rin oldilar. Red Dead hammaga mashhur bo'lgan seriallar bilan va o'zlarini hayratomuz modlari bilan mashhur qilgan Red Dead akamiz bo'ladi, tan olish kerak. Va kanal ochilganiga 2024-yil 13-may sanasi ochilgan va shu paytgacha 10 millionlik ko'rish soniga ega bo'lgan va ularning oxirgi videolari 3 oy oldin bo'lgan bunker baza 3 oy oldin qo'yilgan bu videosi va eng mashhurlari esa daraxtdagi super baza 1.100.000 obunachi prosmotr keltirgan bu videosi va 1 yil oldin qo'yilgan va eng eskisi esa ko'k jiguli zombilarga qarshi 1 yil oldin qo'yilgan va 704 ming marta ko'rilgan do'stlar. Topligimizning 2-o'rnida Aaron Gamer YouTube kanali ochib beryapti va bu YouTube kanal nima desam bo'lar ekan, 2021-yil 27-fevral kuni ochilgan va 4 million ko'rishlar soniga ega bo'lgan va eng oxirgi videolari esa Minecraftda PK yasadim degan videosi bo'lgan, 7 oy oldin chiqqan va mashhurlari esa Epic kirka yasadim 191 ming va bu 3 yil oldin chiqarilgan va eng eskisi esa juda chiroyli qurdik degan video bo'lgan, 13 ming marta ko'rilgan va bu 4 yil oldin chiqarilgan. Aaron Gamer akamizga ham qo'shib shunday Sancho Craft akamizga o'xshash obunachilar tarafdan moliyaviy tarafdan sal pastligi uchun video chiqarmay qo'yganlar, ya'ni shu. Va bizning 1-o'rnimizda Leader Online kanali ochib berdi va bu Leader Online kanali ochilgan sanasi 2015-yil 7-iyul kuni ochilgan va shu paytgacha 15 million ko'rishlar soniga ega bo'lgan va eng oxirgi video qo'yganlari Minecraft moblardan yurak to'playmiz degan video bo'lgan va 5 oy oldin chiqqan, 28 ming prosmotr yiqqan. Mashhurlari esa Minecraft oyda g'alati narsa topildi 401 ming
prosmotr va bu 3 yil oldin qo'yilgan. Eng eskisi esa Minecraft uy qurish o'zbekcha Let's Play degan 15,000 marta ko'rilgan va 5 yil oldin qo'yilgan do'stlar. Shuningdek do'stlar, videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Sog' salomat tilayman. Salomatlik sizlar bilan. Men Maestro bo'ldim.